Mariya Kyuri birinchi Nobel mukofotini olgan yagona ayol. Bu mukofotga 2 marta sazovor bo'lgan yagona olim va 2 xil fan, fizika va kimyo fanidan Nobel mukofotini olgan yagona inson. U 1867-yil Polshada tug'ilgan. U davrlarda ayollar o'qish taqiqlangan. Shu sababli u Fransiyada ta'lim olgan. Turmush o'rtog'i uning ham muallifi bo'lgan. Ular birgalikda poloniy va radiyni kashf etdi. Biroq turmush o'rtog'i erta vafot etadi. Mariya Kyurini odamlar oilali bir erkakni boshini aylantirganlikda ayblaydi. U esa jim ishini davom ettiradi. O'z qo'llari bilan 8 tonna rudani qayta ishlaydi. Uning qo'lyozmalari hozirda ham qo'rg'oshin qutilarida saqlanadi. Sababi ular hamon radioaktivdir. U zamonlarda radiatsiyadan odam o'lishi mumkinligini hech kim bilmagan. U 2 qizni tarbiyalaydi. Ulardan biri Irene Kyuri ham Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Mariya Kyuri o'z ilmidan vafot etdi. Biroq uning hissasi yadro tibbiyoti va zamonaviy fizikaning asosiga aylandi. Baxtiyorvas akademiya o'quvchilari buni bilishadi. 1 daqiqa o'tdi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.